Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 7-may kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. Shoshmang. Siz yangi Samsung Galaxy yutib olishingiz mumkin. Ha, aynan siz. Buning uchun bilet sotib olish yoki pul tikishni keragi yo'q. Anjirpay ilovasi orqali Rossiyada O'zbekistonga atigi 5000 rubl yuborishingizni o'zi kifoya. Pulni Uzcard, Humo, Visa kartalariga yoki naqd ko'rinishida yuborishingiz mumkin. O'zingizga ma'qul ko'rinishda pul yuborib, Samsung Galaxy egasiga aylaning. Anjirpayni hoziroq istalgan platformadan yuklab oling. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Aksiya muddati cheklangan. 1 AQSh dollari 12074.28 tiyin bo'lib 37.7 tiyinga qimmatladi. 1 yevro kursi 14218.67 tiyin bo'lib 147.17 tiyinga qimmatladi. 1 Rossiya rubli 160.86 tiyin bo'lib 1.24 tiyinga qimmatladi. 1 qozoq tengesi 26.5 tiyin bo'lib 15 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba Markaziy bank.